Tom Nelsonning dvigatellarini ko'rsatgan paytim juda ko'pchilik so'raydi, qaysi avtomobilga qo'ysa bo'ladi. Teshi Tog'ora style u avtomobillargami yoki boshqa inomarkalarga qo'ysa bo'ladimi degan savol tug'iladi. Menimcha qo'ysa bo'ladi va muammo ham katta ehtimol qo'shilib bo'ladi ular bilan. Nima uchun muammo bo'ladi? Chunki Tom Nelsonni yoki boshqa daraxtga qilingan motorlarning hajmi kamida 7 litrli, 9 litrli, 10 litrdan oshadigan ob'yom motorga ega bo'ladi ular va ot kuchi 1,5 mingdan 1700 gacha yoki undan ham ko'p bo'lishi mumkin. Newtonometr esa o'ziga yarasha 1300 dan 2300, 2,5 minggacha ham ko'tarilib ketishi mumkin. Bunaqa xarakteristikani juda ham kuchli avtomobil bo'lmasa, u xarakteristikani ko'tarishi bu avtomobillarga qiyin bo'lib qolishi mumkin. Bu avtomobilimizning ramli konstruksiyasi juda ham kuchli qurilgan bo'ladi. O'shani hisobiga bu avtomobillar bunaqa og'ir bosimlarga bardosh bera oladi. Ham hadovochasida qo'shimchasiga korobkasi ham tarobotga qilinadi. Bilasizlar, u motorlar juda ham qimmat turadi. 37 ming, 38 ming, 45 ming va hokazo. Agar kimgadir klassikaga avtomobil kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar yoki to'g'ri kelib o'zingizlar olib ketsanglar bo'ladi. Bizda mana bekitish bemalol olib ketaversanglar bo'ladi.